Hayotda turli qiyinchiliklar va sinovlar bo'ladi. Lekin eslab qoling, har bir sinov bu imkoniyat, har bir muvaffaqiyatsizlik bu bir qadam bo'lib sizni haqiqiy yuksalish tomon olib boradi. Ba'zan biz orzularimizga erishish yo'lida shubhalanib qolamiz, o'zimizni yengilmas vaqtda his qilamiz. Ammo esingizda bo'lsin, eng katta kuch bu davom etishning o'zidir. Qachonki siz to'xtamasdan harakat qilsangiz, har bir kichik qadam sizni yanada kuchliroq qiladi. Uzoq yo'lning birinchi qadami siz o'zingizni tanishga olib keladi. Bu jarayon ba'zan og'ir bo'lishi mumkin, lekin yodingizda tuting, eng qora tunlar ham eng yorqin tongni kutadi. Odamlar ko'p o'z orzularidan voz kechadilar, chunki ular muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqishadi. Ammo haqiqatan ham muvaffaqiyat bu shunchaki tasodif emas, balki sabrlik va qat'iyatlilikning natijasidir. O'zingizni va orzularingizni hech qachon yo'qotmang. Agar bugun siz ozgina qiyinchilikka duch kelsangiz, bilingki, ertaga siz kuchliroq bo'lasiz. Har bir kun yangi imkoniyat va yangi boshlanishdir. Sizda bu dunyoni o'zgartirish uchun zarur bo'lgan barcha kuch bor. Ishonch, qat'iyat va kichik qadamlarga ishonib, oldinga yurishdan to'xtamang. Harakat qilish, o'z ishingizni sevish va o'z orzularingizga erishish uchun har kuni yangi imkoniyatlarga ochiq bo'ling. Sizning eng katta kuchingiz bu sizning o'zingizga bo'lgan ishonchingiz.